Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kanalga obuna bo'lib, like bosib. To'lovlar o'z vaqtida 38 million so'mdan arzonroq ham qilib beramiz. Assalomu alaykum kanal obunachilari. Mana biz bugun Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidamiz. Bu obyektimizga 10 kilovatli quyosh panel stansiyalarini o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa bu obyektimiz Jinko panellari va DNetni o'rnatib beramiz. Xo'p, demak, endi ko'rsam mumkin. Bu yerda daraxtimizga hajiyati uyda egasidan kelishgan holatda o'sha xalat bo'layotgan, soya tushayotgan shoxlarini olib tashlaymiz. O'shanda yaxshi bo'ladi. Biz aytdik, shu soya tushib qo'yadi. Xo'p. Demak, hozirda bizda davlat to'pni sotib olyapti. To'lovlar o'z vaqtida, yaqinda bo'lgan 2 oylik zabt o'zi yo'q. Xudo xolasa boshqa o'rdan ham kerak-ku. Xo'p, demak, hozir bizga murojaat qilyapti. Bizda qanday to'lov uslublari bor? Bu kredit davlat banklari orqali, yo'qsa kartadan kartaga naqd pul yoki shotdan shotga va subsidiya ham bor. Xudo xolasa telefonlarga chiqib bemalol bizdan so'rab olishlari mumkin. Bu shu ko'rinishda shu tomga o'rnadi. Xudo xolasa konstruksiyamiz profil va ukollardan qilganmiz. Bularni albatta kraska qilgan, чтобы zagrab ketmasligi uchun. Yana gapirmoqchi bo'lganim, hozir bu kombinatsiyamiz 38 million so'm bo'ldi. 10 kilovat uchun 38 million so'mdan arzonroq ham qilib beramiz. Qilib bera olamiz. Prosta panelimiz boshqa bo'lib qoladi. Endi hozirda bozordagi eng qimmat panelimiz Lonji. Bu bundan keyingi o'rinlagan panel hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda turadigan ham bo'ladi, Jinko. Lonji Haymo Xonimiz qimmatroq bo'ladi. Bu ichida arzonroq. Bundan arzon panellarimiz ham bor. Masalan, fuqarolar bor, arzonroq o'rnatib, har oy passiv daromad ko'rmoqchilar bo'lganlar, iloji boricha arzonroq qo'ydiraman dedi. 38 million so'm 10 kilovatga bundan arzonlari bor. Faqat panelimiz birozgina boshqacha bo'ladi. Jicha effekt pastroq bo'ladi. Nisbatan effekt pastroq bo'ladi. Umuman yo'q demayman. Birozgina effekt sifatida tushib qoladi xolos. Shu tarzda o'rnadi. Xudo xolasa inverterimiz endi o'rnatishni boshlanadi, montajlanadi. Xudo xolasa agar o'rnatib video qilib bersa, men bemalol videodan ichida ko'rsatib beraman yoki boshqa video qilaman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Rahmat.